Kilimar jamoasi barcha obunachi va kuzatuvchilarni, hamkorlarni Qurbon hayiti bayramidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Barchaga sihat, salomatlik, bayram yaxshi kayfiyatda o'tkazishni tilab qolamiz. Bugun yana do'konimizga bir ajoyib mahsulot yetib keldi. Bular haqida ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Magazinchi yoki quruvchilar uchun juda ham ajoyib narx sindiradigan taklif. Bugun do'konimizga kanalizatsiya turbalari yetib keldi. 100lik, 50lik, 3 metrlik, 2 metrlik, 1 metrlik barcha razmerlari xudo xolasa tushiryapmiz. Ushbu turbalarimizni afzal tarafi biz 1,5-2 yildan beri ushbu zavod bilan ishlayapmiz. Bu zavod hozirgacha muammo qilgani yo'q. Doim o'z mahsulotlarini sifatiga e'tibor berib kelishadi. Kimgadir shunaqa sifatli hamyonbop kanalizatsiya turbalari kerak bo'lsa, Jiddonda Klimat santexnika do'konlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ikkita do'konimizda ham bor. Kutib qoling. Ushbu kanalizatsiya turbalarimiz 3 metrligini 31.900 so'mdan qilib beramiz. Kimgadir uzoq joylarga kanalizatsiya turbalar olib borish kerak bo'lsa, ushbu taklifimiz juda ham ajoyib taklif hisoblanadi. 3 metrlik 100lik turbamizni 31.900 so'mdan qilib beramiz. Aynan obunachilarimiz uchun. Kimgadir shunaqa takliflar qiziq bo'lsa, profilga o'tib Telegramdan yoki qo'yilgan nomerlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.